Siz smartfon xarid qilayotganingizda nimasi eng kuchli bo'lishini xohlardingiz? Protsessorimi, akkumulyatorimi yoki kamerasi? Agarda barcha mana shu kuchli xarakteristika bitta mana shu telefonda jamlangan desamchi, agarda ishonmayotgan bo'lsangiz, mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Albatta nimagaligini tushunib olasiz. Qo'limda turgan Xiaomi 17 Ultra. Bu smartfon emas, balki kamerafon deb nomlashgan. Bilasizlar, hech qaysi smartfon professional kamera kabi foto va video lavhalarni ola olmaydi. Lekin Xiaomi'dagilar ana shu darajadagi sizga foto va suratlarni chiqarib beruvchi smartfonni taqdim etdi. Va negaligini hozir men sizga tushuntirib beraman. Smartfonimizda ko'rib turganingizdek 3 ta kamera joylashtirilgan. Asosiysi 22 mm li 50 megapikselli Leica kamera. Ultra keng burchakli kamera 14 mm li u ham 50 megapiksel makro kadrlarni 5 cm gacha ola oladi hamda 115 gradusda video syomkalarni amalga oshira oladi. Eng asosiy ko'zga tushgan narsa bu 75 dan 100 mm gacha o'zgaruvchan teleobyektiv 200 megapikselli 17x gacha optik zoom qilish imkoniyatiga ega. Mana bu 200 megapikselli kamera bu shunchaki oddiygina kamera emas, bu teleskopik, ya'ni siz kamerada ishlatganingizda yaqinlashtirib, uzoqlashtirish imkoniyati bo'ladi-ku, buni ham ichida linzalar joylashtirilgan. Linzalari sizni sozlamalaringizga qarab turib, yaqinlashib, uzoqlashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Buni mana bu videoda ham ko'rsangiz bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, men 75, 85, 90, 100 qilib yaqinlashtiryapman hamda kamerasining ichidagi linzalarning o'ynashini real vaqtda ko'rib tursangiz ham bo'ladi. Hamda bu smartfonimizda Xiaomi'ning o'zidan ishlab chiqarilgan Lofix texnologiyasi mavjud. Bu HDR o'rniga ishlaydi, ya'ni rasmlaringizni tabiiyroq qilib ishlab chiqarib beradi. Ana endi bu smartfonni kamerasini foto va video lavhalarga olib turib ishlatib ko'ramiz. Xo'sh, kelinglar, birinchi olib turib buni zoomini tekshirsak, misol uchun mana 2x, mana 3x, 4x ga yaqinlashtirdik va oxiri 8x va undan ham yaqin mana 17x ga yaqinlashtirib ko'ramiz. Mana ko'rganingizdek, deyarli sifatini umuman yo'qotayotgani yo'q. Fotolavhaga olsak, undan tashqari mana 120x ga ham yaqinlashtirsak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, juda ham yaxshi sifatga ega. Ancha-muncha narsani ko'rsak bo'ladi bu yerda mana. Yaqinlashtiradigan bo'lsak mana juda ham yaxshi ko'rinishi boshlayapti. Endi 17x gacha baribir optik zoom, undan buyog'i esa sifrovoyga o'tib ketadi. O'shaning uchun mana 17x dagi holatini ko'rsanglar, mana ko'rsak bo'ladi. Mana bayrog'imizga ham yaqinlashtirib ko'ramiz. Deyarli zo'r ko'rinmasa ham, lekin ranglarini mana ko'rsak bo'ladi. Ana endi 200 megapikselli kamerasini ishlatib ko'ramiz. Mana ko'rganingizdek, fotolavhaga olamiz. Birinchi 75 mm da olamiz. Ko'rganingizdek, predmetni syomka qilishni boshlaydi. Natijasini esa mana bunda ko'rsangiz bo'ladi. Ana endi mana 85 li da olamiz. 90 li da olamiz. Va mana bu 100 mm. Video olish jarayoniga keladigan bo'lsak, bunda 8 ga 30 kadr sekundda bemalol video lavhalar ola olasiz. Bundan tashqari 4K ga o'tkazadigan bo'lsangiz, 120 FPS da ham bemalol video lavhalarni olsangiz bo'ladi. Eng zo'r tarafi, profi rejimiga o'tadigan bo'lsangiz, bu yerda juda ham ko'p sozlamalarni sozlab turib professional darajadagi videolarni olish imkoniyatingiz bor. Qo'shimchasiga log formatida siz videolarni olib, tashqi dasturlar, ya'ni tashqi montaj dasturlarida bemalol lutlarni ishlatib turib, zo'r ranglarni chiqarsangiz ham bo'ladi. Qo'shimchasiga o'sha lutlarni olib turib, smartfonga yozib, mana shu real vaqtda o'zida o'sha presetlarni ishlatgan holda video syomkalarni amalga oshirsangiz ham bo'ladi. Ana endi smartfonni stabilizatsiyasini tekshirib ko'ramiz. Buning uchun bosib turib, harakatda qanchalik yaxshi olar ekan stabilizatsiyasi o'shani tekshiramiz.
Mana stabilizatsiya yurib olyapman. Buni endi qanchalik yaxshiligini o'zingizlar ko'rib baho beringlar. Lekin menimcha stabilizatsiyani juda ham yaxshi ushlayapti. Displeyimiz AMOLED 609 zoom 120 Hz yangilanish chastotasi bilan. Displey LTPO bo'lgani uchun girsovka 1 dan 120 gacha o'ynab turadi. Bu batareykani quvvatini saqlashga yordam beradi. Misol uchun siz ekranni ishlatmay turib yoki bu narsa o'qiyotganingizda girsovka 1 gacha tushadi va ishlatish boshlaganingizda 120 gacha yana ko'tariladi. Smartfonimizda maksimal yorug'ligi 3,5 ming nitgacha yetadi. To'g'risini aytganda ekranni kattaligi bu ko'zlaringizni quvontiradi. Ishlatayotganingizda hech qanaqa qotishlar bilinmaydi va tezkorligi juda ham yaxshi. Piksellar joylashuvi 1200 ga 2608 Xiaomi M10 degan o'zini maxsus ichida piksellarni joylashish simmetriyasini o'ylab chiqishgan. Bu endi har bitta burchidan qaraganingizda hammasida smartfon juda ham yaxshi yorug'likda, juda ham yaxshi ma'lumotlarni ko'rsatadi. Displeyimiz mana bu qismida kamera joylashtirilgan hamda bu yerda orolcha, ya'ni iPhone 2 ga o'xshagan animatsiyalar paydo bo'ladi. Smartfonni dizayniga e'tibor bering, juda ham chiroyli qilib ishlab chiqarishgan. Kameraga o'xshatib qo'yishgan. Orqa qismi stiklovoloknodan, ya'ni plastik hamda shishani aralashmasidan paydo bo'lgan. To'g'risini aytganda qo'l izlari umuman qolmaydi. Uzorlarni ko'rib turibsiz, juda ham chiroyli, rangini ham yashil qilib, juda ham chiroyli qilib berib qo'ygan. Yon qismiga keladigan bo'lsak, bular ham titandan voz kechib, ana endi alyumin ishlatishgan yon qismida. Smartfonimiz IP68 himoyasiga ega, ingichkaligi esa 829 mm, og'irligi 218 gram. Yon tarafiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu tugmalar juda ham estetik hamda dumaloq qilib joylashtirilgan. Bu yerda siz kamerani his qilib turasiz, chunki video lavhalar yoki suratlarni olayotganingizda mana bunday qilsangiz, xuddiki kamerani tugmasini bosayotgandek bo'lasiz. Ana endi protsessor bo'yicha ma'lumot bersam, bunda 3 nanometrli 8 yadroli Snapdragon 8 Elite 5 protsessor o'rnatilgan. Bilasizlar, bu protsessor hozirda eng kuchlilardan biri hisoblanadi, ya'ni iPhone 2 Bionic A19, bunda esa hozircha 8 Elite 5. Antutu benchmark testlarida juda ham yaxshi ball yig'moqda. O'yinlarda, dasturlarni ishga tushirishda, montaj jarayonlarida bitta qilib aytganda xohlagan dasturingizni juda ham tez va qizishlarsiz amalga oshirib beradi. Qizish jarayoniga keladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, bunda maxsus sovutish tizimi joylashtirilgan. Agarda kuchli dasturlar ishlatganingizda yoki o'yinlar o'ynayotganingizda mana shu maxsus tizim tezda ularni yoyib tashlab, qizish darajasini kamaytirib beradi. Smartfonimiz Android 16 tizimida ishlaydi hamda o'zini ichki obolochkasi HyperOS 3 hisoblanadi. Smartfonimizda to'liqligicha Gemini sun'iy intellekti bilan integratsiya qilingan. Ana endi kelinglar, bu smartfonda ham PUBG o'yinini ishga tushirib ko'rsak. To'g'risini aytaman, bu protsessor bilan PUBG o'yinini 120 Hz da bemalol ocha oladi. Faqat qiziq bo'layotgani qanchalik qizish darajasi bo'ladi hamda bu kamera o'ynashga xalaqit beradimi yo'qmi, shuni bilib olmoqchiman. PUBG o'yiniga ham kirib oldik. Ana endi bunda qanaqa grafikada o'ynash mumkinligini va FPS nechigacha chiqishi mumkinligini tekshirib ko'ramiz. Buning uchun grafika bo'limiga o'tamiz. Xo'sh, mana настройка grafika plavnada turibdi hamda частота смены kadrov Extreme Plus hamda Ultra Extreme ga ham bemalol chiqarsa bo'ladi. Bu degani mana bu yerda ko'rib turganingizdek 120 FPS gacha bemalol buni sozlasangiz bo'ladi degan mana. O'zingiz 120 FPS gacha sozlasangiz bo'ladi. Demak, lobbiga o'tadigan bo'lsak, Extreme turibdi. Bunga o'tkaza olmaymiz. Maksimumga o'tganimizda Extreme Plusda o'yna olayotganmiz. Ultra HD ga o'tganimizda ham xuddi shunaqa Extreme Plusda baribir o'ynaymiz. Agarda 120 FPS berishini xohlasangiz, plavnaga o'tib turib, bu yerda mana shu Ultra Extreme ga o'tkazib qo'yishingizga to'g'ri keladi. Demak, preminitni bosamiz hamda o'yin davomida ko'ramiz. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, bizga mana 117, 119 qilib, mana 120 qilib FPS beryapti. Xo'sh, smartfonda giroskop bormi yo'qmi kelinglar ko'ramiz. Mana giroskop bor.
Olasiz pretselga xohlasangiz har doim yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Mana giroskop bilan bemalol o'ynasanglar bo'ladi mana. Kim o'zi giroskop bilan o'ynasa, mana shuni yoqib turib o'ynash imkoniyati mana mavjud. Xo'sh, mana hali ham o'ynayapmiz. 120 FPS bizga stabil berib turibdi. Deyarli o'yin oxirlab qoldi. Ko'rganingizdek, hali ham 120 FPS beryapti. To'g'risini aytaman, qizish deyarli yo'q, qo'lga umuman bilingani yo'q. Lekin 35 daqiqaga yaqin deyarli o'ynab qo'ydim bu o'yinni. Mana birinchi o'rinni ham oldik. Deyarli 40 daqiqa, 42 daqiqalar o'ynadik. Lekin smartfon qo'lga bilinarli darajada qizigani yo'q. Ozgina qizidi, to'g'risini aytaman, lekin stabil 120 FPS berib turdi. Silliqligi yo'qolib qolgani yo'q. Qiziganda qo'llaringiz terlab yo'qolardi, bunaqa narsa bo'lgani yo'q. Juda ham yaxshi o'zini ushlab berib turdi. To'g'risi PUBG uchun ham juda ham zo'r. Faqatgina mana bu kamera qismini mana shunday ushlab o'ynashga to'g'ri kelar ekan. Lekin bu ham unaqa muammo tug'dirmaydi, faqatgina shu joyi bor. Smartfonimizda kremniy uglevodli 6000 mAh ga teng bo'lgan akkumulyator joylashtirilgan. Bu degani juda ham ko'p vaqtga sizga mazza qilib ishlatsangiz ham 1,5 kunga yetib beradi degani. Qo'shimchasiga bu 90 vattgacha bo'lgan quvvatda quvvatlana oladi, lekin komplektatsiyasida ko'rganingizda 100 vattli adapter chiqdi. Ya'ni 100 vattli tezkor quvvatlagich. Simsiz quvvatlash 50 vatt hamda revers quvvatda 25 vattda quvvatlana oladi hamda o'zidan quvvat bera oladi. Xulosiga keladigan bo'lsak, bu smartfon to'g'ridan-to'g'ri kamerani o'rnini hozircha bosa olmaydi. Buni tan olish kerak, lekin qisman kamerani ishini rostdan ham bajarib beradi. Lekin borib kelajakda mana shu smartfon kamerani o'rnini 100% bosadigan bo'lishiga men ishonaman, chunki Xiaomi juda ham zo'r texnologiyalar bilan jihozlashtirib bormoqda. Tashqi ko'rinish bo'yicha juda ham chiroyli, yashil rangda bizga taqdim etilgan hamda kamera joylashuvlari kamerani o'zini eslatib yuboradi. Qo'lingizda ham juda ham mos. Bundan tashqari kamerasi juda ham kuchli, optik stabilizatsiyaga ega, optik linzalarga ega, rasmlarni rostdan ham juda ham sifatli qilib tushirib bermoqda. Xiaomi 17 Ultra'ni kamerasini qaysi smartfon bilan taqqoslab ko'rishimizni xohlagan bo'lardingiz? iPhone 17 Pro bilanmi yoki Samsung S26 Ultra bilanmi? Izohlarda yozib ketsangiz, keyingi videoda albatta solishtirib ko'ramiz. Biz esa obzorni o'z nihoyasiga yetkazdik. Agar yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha